Nima shu azginchadan yogurt beryapti. Amisish? Ertalabdan kofe ichib kunni boshladim. O'zini yaxshi ko'radigan ayollar uchun shu videoni orasida bitta reklama. Agar sizlarning qorninglar bo'lsa, shunaqa korsetimdan sotib olib, qorninglarni ketkazinglar. Bu korset bilan har qanaqa qorinni ketkazsa bo'ladi. Semirganingizdan chiqib ketgan qorin, tug'ruqdan keyingi qolib ketgan qorin, keservadan keyingi osilgan qorinlarni hammasini shu korset yordamida ketkaza olasiz. Shu paytgacha 10 mingtadan oshiq ayollarga yordam bergan korsetimizdan zakaz qilish uchun shu nomerlarga Telegramdan yozib, zakaz qilsanglar bo'ladi. Aytgancha, dostavka xizmati bizda mutlaqo bepul. Bu yo'q o'zi koridor. Hozir zavtraqqa tushib ketyapmiz. Qaranglar, hamma yoqni shunaqani dekoratsiyasini zo'r qilib qo'yishgan. Bu mana orqa taraf. Hammadan qaranglar. Muslim o'zi tayyor bo'lib, ichidan kupaniklarni kiyib olgan. Mana bu yerda детский barlari bor. Bolachalar kelib, qolagan narsasini zakaz qilib iksa bo'ladi. Даже mana bu narsalarni ham o'ylashgan. Tepaga chiqib zakaz berishadi, bu yetmasa. Mana bu yerda даже xonasi bor. Mana bu tepadan chiqib, kitoblarni polni xohlaganini tanlab o'qisa bo'ladi. Hozir bardan kofe olaman. Ha. Mana bu yerda polni zavtrakka xohlagan narsalarni olib yetsanglar bo'ladi. Shvetsiya stol. Hozir bittalab ko'rsatib obzor qilib beraman sizlarga. Chetdan boshlayman. Qaranglar, bu yerda mana polni shirinliklar. Bu yerda bulочкаlar. Mana bu yerda polni har xil nonlar. Bu yerda mana olivka, mana o'zbekona salatligi. Bu yoq tarafda mana bu yerdan ko'rsating. Bu yerda tvoroglar. Bitta brinza, pomidor, bitta sariyog'lar. Bu yerda mevalar. Bu yerda hammasi mana varenyalar, shirinliklar, pechenyelar. Bu yerda hamma mevalar. Qaranglar, bananlarni shunaqa qilib qo'yishadi. Mazasi shunaqa zo'r. Hamma mevalari juda mazali. Bu yerda toster qilsa bo'ladi. Bu hozir kofe olgan baram. Bu yerda yogurtlar, sutlar, kefir. Bu yerda bilinchklar qilib berishadi. Bu yerda nonlar qilib berishadi. Ana yo'qqa nonligi bor, nima deyiladi? O'sha narsani qilib berishadi. Kolbasalar, omlet qilib berishadi. Bu yerda mana tuxumlar, suvat, mana bu yerda baqlajonli. Nima bo'lasiz? Bu yerda tuxum, bu yerda katta уже kashalar bu yerda mana. Gujli kasha, ovsyaniy kasha, kartoshka и bu yerda mana grechka. Bu yerda suv ovqatga o'xshagan. Qaranglar, mana narsa shunaqa yoqdi. Qaranglar. Asalli shunaqa berishayotgandek. Bu yerda mana sir, brinzalar. Bu yerda ham xuddi shunaqa sirlar. Mana bu yerda har xil asallar. Har xil. Mana. Yemni ham qo'yib qo'yishgan. Qara. Hop. Hoppa. 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 Tepi qil. Hozir masha kelib qoldi-da. Hamma ketidan qo'ylab yuribdi. Biz cho'milishga ketyapmiz hozir. Mana bu bitta qaranglar, chiroyliligini. Mana bu yoq taraf. Mana bu yerda kechqurun kemada aylansa bo'lar ekan. Kechqurun masjidda yurmoqchimiz aylanib. Har kuni mana shunaqa tozalashar ekan ichlarini. Cho'milmasdan oldin ko'zingni yum. Hamma joyga sepib tashlayman. Mana yana qorayib ketmasin, o'z to'g'riga oqaryapti. Kel. Baloning bor o'sani. Bu yerdagi basseynlar muzda emas ekan suvi, abagrefi bor ekan. Shunaqa yoqimli bo'ladi. Issiqqina suvlarda hammasi. Havo salqin paytda ham bemalol cho'milsa bo'lar ekan. Mana hozir mashqotdan tushmoqchimiz. Mana bitta anaqa qilingan ekan, qarang. Pisok qilingan ekan. Voy qiz, o'rikina. O'shamiz Mustafa shetda. Hozir barga borib, har xil ichimliklar olib keldim. Shu otel all inclusive bo'lsa zo'rda. Hamma narsasi bepul bo'ladi. Umuman rasxod qilmaysizlar yurganinglarda. Mana bu yerda barda, mana shu barga borib, shunda brasletni ko'rsatasizlar.
Hamma narsani bepul ichib ko'rsanglar bo'ladi. Har xil, ming xil ichimlik bo'ladi u yerda. Qolganinglarni tanlaysizlar. Morojniy deysizlar, kokteyl, milkshake, kola, mojitolar, hammasi bepul bo'ladi. Boshqa hotelda turadiganlar ham bemalol bu akvaparkga kelib dam olishsa bo'lar ekan. Faqat ular uchun hamma narsa pulli bo'lar ekan. Kirayotganda ham pul to'lashadi, barlari pulli bo'ladi, restoranda ovqatlanishsa ham pul to'lashadi. Faqat bizani hotelda turadiganlar uchun bu akvaparkdagi hamma narsa bepul. Restoranlarda bemalol ovqatlansa bo'ladi, bepul, barlardan bemalol foydalansa bo'ladi, qolgan ichimliklarni zakaz qilib ichsanglar bo'ladi. Kirayotganda ham hech qanaqa pul to'lanmaydi, faqat shu brasletni ko'rsatib kirsanglar bo'ldi ekan. Mana endi menga kirib ketyapti hozir, men bitam dod tushadi. Keyin mana bu cheripaxa tagida ham bor ekan, bu yerga boramiz hozir. Qarang opani. Ana chiqdi opasi. Endi bizada obed shvedskiy stol, ovanta hamma yeydigan narsalarimizni yig'ib keldik. Mustafa hardamgidek friyapti. Hozir mana bu cheripashkaga chiqdik, ko'rsanglar shunaqa qo'rqinchli ekan. Mana shu poyezd yo'liga o'xshagan yo'ldan bordik-da, naryoqda o'zi ham mana bu joyda shunaqa chirpirak qilib tashir ekan. Vashshi dahshat ekan lekin. Endi uyga qaytib, uyga dimma. Endi xonamizga qaytib bitta uxlab olamiz. Charchadingmi? Mana hozir qo'rqinchli ekan deganim bor. Mana mashina aylantirib tashadi-da, mana bu yerda orasidachi. Mana yana dalshi ketiladi tepaga. Hozirlarga ko'rsatish o'tdi. Mana ko'rsatgan cheripashkan tagiga bor, o'shani davomi qarang. Mana 8 oyoqdan mana bu yog'i. Mashinada chirpiragimizni chiqarib yubordi-da, yomonamchi. Aytdim-ku, bu yerdachi kattalar ham bo'lar ekan.